Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun 23-iyun 2026-yil biz Toshkent shahrida City Med klinikasida yana operatsiyalar davom ettiryapmiz. Bugun o'sha ikkinchi operatsiyamiz. Kecha bemorda jinsiy holatni katta qilish bo'yicha operatsiyasi bo'lgan edi. Bemorda 4 sm jinsiy holat razmeri katta bo'ldi. Bugungi navbatdagi operatsiyamiz bugun implantatsion kun. 3 ta implantatsiya operatsiyamiz bor. Jinsiy holatga implant qo'yish bo'yicha ko'plaring kanallarida obuna bo'lganlar biladi. Biz qaysi holatlarda qo'ygani haqida aytamiz, yana takrorlaymiz. Ya'ni bu yerda o'sha jinsiy zaiflikning og'ir turi, o'rta og'ir turida yoki jinsiy zaiflik bo'lgan, yengil bo'lgan odamlarda doimiy ravishda dori ichishni xohlamasa, mana shu implantatsiya qilinadi. Bu implantdan statistika bo'yicha agar implantatsiyadan oldin bemorga to'g'ri reabilitatsiyani tushuntirsak, ya'ni bu bemorlar ko'plar o'ylashadiki, oldin knopkani bosaman turib ketadi. Oldin tam darrov hammasi yurib ketadi. Yo'q, operatsiyadan keyin обязательно reabilitatsiya vaqti bor. Misol travmatologlar operatsiya qilgandan keyin ularda целое отделение reabilitatsiya отделение ishlaydi. Ya'ni o'sha suyakda oldin o'sha ishlamagan suyakda qilingan, endi uni ishlatish kerak. Ayniqsa mana nima protez qo'yishadi, tazabedinniy sustavda ular u reabilitatsiyani juda uzoq davomda qiladi. Endi u yerda suyak bo'lgani bilan bu yerda biz jinsiy holat, kavernozni tilla, bu yerda ham reabilitatsiya kerak. Ya'ni sizlarda yolg'on ожидаемый effekt bo'lmasligi kerak, sizlar yolg'on narsa kutmasliging kerak. Ya'ni operatsiyadan keyin albatta salgina og'riq bo'lishi mumkin, noqulaylik bo'lishi mumkin. Bu vaqtinchalik. 1 oy, 2 oyda bu narsa ketadi. Maksimum 3 oyda og'riqlar ham yo'qoladi. Ayniqsa qandli diabetlarda sal og'riq bo'lishligi mumkin. Buni mana kanalda ham aytyapman, kelgan bemorlarga ham aytaman. Ya'ni bir xillar aytadiki, o'ylaydiki, shu qildim, 1 oydan keyin hammasi raketa bo'ladi, sakratib yuraman deydi. Hech qachon bunday bo'lmagandan keyin men bunday kutmagandim, bunday bo'lmagandim. Shuning uchun to'g'risini oldindan aytish kerak. Va bizlar sizga to'g'risini aytamiz, lekin shunday narsaki, ishlatilmagan jinsiy holatni biz ishlatyapmiz. Ya'ni bu narsa umuman jinsiy holat turmasin. Uni turgizish o'zi qiyin. Kitobda yozgandek, bir shvetskiy bir urolog eng qiyin narsa jinsiy holat, kranni ko'tarsa bo'ladi, lekin jinsiy holatni kran bilan ko'tarib bo'lmaydi. Ya'ni yotgan jinsiy holatni shu kranni olib kelsangiz ham kattaligi stроительный kranni uni ko'tara olmaysiz, uni aqlli qila olmaydi. Shuning uchun buni ko'tarishni albatta bu yerda agar kerak bo'lsa xirurgiический operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Yana bitta o'sha kitobdan gapirsak, aytadiki, jinsiy holat o'zi deydi xunuk bir organ deydi. Jinsiy holatni deydi atrofida lekin hamma aylanib yuradi deydi. O'zi bo'lmasam deydi bir odamni привлекательно qilmaydi, bir o'ziga nima qilmaydi. Ya'ni nasam deydi hamma narsa shu jinsiy holatni atrofida o'ynaydi. Bu narsa juda muhim. Ayniqsa bizni qora ko'zlarga nimaga desa, ular kelib aytishadiki, biz aroq ichmaymiz, biz sigaret chekmaymiz, har xil opioid narkotiklar chekmasak, boshqa bu hayotdan zavqimiz yo'q, zavqimiz shuni to'g'rilab bering, shu bo'lmayapti. Albatta bunda biz harakat qilamiz, mana shunday qilib yordam berishlikka. Sizda ham agar jinsiy zaiflik bo'lsa, hamma vaqtdan biz bunaqa operatsiyalar qilmaymiz. Birinchi harakat qilamiz dorilar bilan davolashlikka. 95% hollarda jinsiy zaiflik davolanadi. Faqat uni to'g'ri taktika bilan olib borish kerak, to'g'ri taktika bilan diagnostika qilish kerak. Agar o'shanda ham muammo hal bo'lmasa, mana implantatsiya bor. Bitta komponentlik, 3 ta komponentlik buni albatta qilsa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, sizni o'zingizni mana shu jinsiy zaiflik bormi, yo'qmi, qanday qilib davolagansiz yo davolanyapsiz va mana shunaqa holatga sizga ko'rsatma bormi, yo'qmi, o'zingizni tajribangiz bilan kommentariyada bo'lishib qo'ying, bizga obuna bo'ling va albatta qolganlar bilan podelиться qiling. Mana shu videoni salomat bo'ling.